ahamiyatga ega 8 tomlik kitobi muvaffaqiyat qozonish qonuniyatlarini tamomlagan. Bu kitap millionlagan kishini davlatman va martabalik bo'lishga rag'batlantirishning qomusiga aylangan. Shuning bilan birga Xilni Amerika jamiyatidagi nomi mashhur olim bo'lib qolgan. Shuningdan keyin Xil Amerikaning ikki prezidenti Wilson va Rooseveltning maslahatchisi bo'lib, bu ikki prezident chiqargan qarorlarga ta'sir ko'rsatgan. Bu qarorlar Amerika tarixining olg'a ilgirishida zo'r rol o'ynagan. Necha yil o'tgandan keyin u hamma amaldorlik vazifasidan iste'fo berib, butun zehniy kuchini yig'ib kitob yozish bilan mashg'ul bo'lgan. Xil 1937-yili Beyti haqida o'ylanish nomli kitobni tamomlagan. Bu mashhur asar hozirgacha 10 milliondan ortiq o'qirmanga ega bo'ldi. 1960-yili Xil va uning ishlarining izbosari Kilmandiston birlashib yozgan hamma kishiga muvaffaqiyat yor bo'lsin nomli kitobi nashr qilingan. Bu kitob kishilarning ong, xarakter va turmush odatlari jihatdagi yetersizliklarni tuzatib, kishilik turmushdagi boylikka erishishga rag'batlantirgan ham Xilni zo'r sharafga va izzat hurmatga noil qilgan. Napoleon Xilning necha 10 yillik tadqiqoti uning kitobidagi eng qimmatbaho qonuniyat xarakterini olgan 17 modelli qoidaga mujassamlangan. Bu qoidalar tovandikicha: birinchi, aktiv ruhiy holat yetildirish; ikkinchi, nishon aniq bo'lish; uchinchi, ko'proq yo'l menish; to'rtinchi, to'g'ri fikr qilish usulini egallash; beshinchi, yuksak darajada o'zini tutish; oltinchi, rahbarlik iqtidorini yetildirish; yettinchi, o'ziga ishonch bog'lash; sakkizinchi, kishini maftun qiladigan xarakter yaratish; to'qqizinchi, yengillik yaratib utuq qozonish; 10-chi, to'liqlashgan qizg'inlik bo'lish; 11-chi, butun o'y fikrini markazlashtirish; 12-chi, hamkorlik ruhiy bo'lish; 12-chi, mag'lubiyatga to'g'ri muomala qilish; 14-chi, olg'a intilish ruhini mangu saqlash; 15-chi, vaqt va pulni muvofiq o'rinlashtirish; 16-chi, salomatlikni asrash; 17-chi, yaxshi odat yetildirish. Bu 17 qonuniyatga insonlarning muvaffaqiyat qozonishidagi hamma subjektiv omil kirgizilgan bo'lib, u muvaffaqiyat ilmidan iborat sirliq deb qaralgan bu ilmni konkret mashg'ulot qilgan bo'ladigan usul prinsiplarga aylantirgan. Shubhasizki, muvaffaqiyat qozonish yo'lini izlab yurgan millionlagan kishilarning manzilga yetishi uchun 17 modelli puxta tanlanmay rastlab bergan. Xilning muvaffaqiyat ilmi dunyoga kelgandan keyin Amerika bozorlarini qoplab ketgan muvaffaqiyat qozonish ilmi 5 ilmi degan kitoblar doktor Xilning 17 modelli qonuniyatiga yo'l qo'yishga, deduksiya orqali yengillik yaratishga majbur bo'lgan. Ular Xilning muvaffaqiyat ilmini to'liqlagan va mukammallashtirgan. Xil Napoleon Xil fondi jamiyati qurgan. Bu fondi jamiyat Amerikadagi muvaffaqiyat qozongan kishilarning bilim oshirish instituti bo'lib qolgan. Xilning o'zimi millionerlarni barpo qiluvchi deb atalgan. 17 modelli qonuniyat davlatmanlarni obayda qilishning qoida prinsiplari deb ta'riflangan. Amerikaning siyosiy, sud, sanoat, ilm-fan sohasidagi davlatman martabalik muvaffaqiyat qozonganlardan 17 modelli qonuniyatning himmatiga va ta'siriga uchramagan hech kim yo'q. Amerikaning 26-chi navbatlik prezidenti Roosevelt, 27-chi navbatlik prezidenti Harvard Taft, 28-chi navbatlik prezidenti Franklin Roosevelt, 32-chi navbatlik prezidenti Woodrow Wilson, avtomobil podshohi Henry Ford, neft podshohi Rockefeller, nashriyot podshohi Hayford, Kodak shirkatining bosh lideri Edoman qatorli kishilar muvaffaqiyat qozonishning 17 modelli qonuniyatining shohidlari, manfaatdorlari va qo'llovchilaridir. Hindistonning davlat otisi Gandhi Napoleon Xil bilan ko'rishgan va uning bu kitobini o'qigandan keyin Napoleon Xilning muvaffaqiyat dasturini butkul mamlakat miqyosida o'rganish to'g'risida buyruq tushirib, hindistonliklarning namratlikdan baldirroq qutulishiga yordam berishni umid qilgan. Gandhining bu orzusi to'liq amalga oshmagan bo'lsa-mu, lekin qanchalik hindistonlik davlatlarning shu dastur sababidan maydonga kelganligini bilgili bo'lmaydi. Xil 1910-yili Filippinlik ijtimoiy faoliyatchi Qoysarning siyosiy ishlar maslahatchisi bo'lgan. Xil Qoysarni siyosiy jihatdan maslahat bilan ta'minlagandan so'ng o'zining muvaffaqiyat dasturi bilan baharlantirib, uning muvaffaqiyat qozonish eng zo'r darajada o'stirgan. 24 yildan keyin Qoysar Filippinning tunji navbatlik prezidenti bo'lgan. G'arb savdo sohasidagi ozg'i keng taralgan dunyodagi hammadan ulug' maqsadchi nomli kitobning avtori Ogman Gornd Xilning muvaffaqiyat dasturi nomli kitobning oydin nashriga yozgan kirish so'zida mundaq degan:
Gapni o'z tajribamdan boshlash xiyolidaman. Nurg'un yillar ilgari hamoqatligim va xilma-xil savalliklarim tufaylidan hamma qimmatli narsamdan, oilamdan, mol-dunyoyimdan, uy bisotimdan va xizmatimdan mahrum bo'ldim. Hatto qoq-sapoy bo'lib to'limi o'sal ahvolda qoldim. Shuning bilan har yerda sarson sargardan bo'lib jon tepishning turli amal choralarini izlashga boshladim. Oxir yilning asridan o'zim ehtiyojli javobni topdim. O Mangor'un kişilik hayotiga xil ko'rsatgan ta'sirning hal qilish ahamiyatiga ana shunda qaragan ko'ngil qo'ygan o'qirman. Dunyodagi hammadan ulug' maqsadchi nomli kitobda O Mangor'ning Napoleon Hillning oyati moddali qonuniyatining asl ruhini butunlay gavdalantirganligini osonlik ko'rib olib bo'ladi. Napoleon Hill oyati moddali qonuniyatni tajriba qilib ko'rgan. Bir qitimlik tajribada savdo setiqdan qilish tajribasi yo'q 3000 mol sotquchi mashq qildirilgan. Natijada ularning har biri 6 oyga yetmagan vaqtda $1 million dan ortiq pul topgan va Hillga minnatdorligini bildirib har biri $30,000 bergan. Paraxod do'kari Robert Alladizmunda qaragan. Agar men 50 yil ilgari mushu oyati moddali qonuniyatni o'rgangan bo'lsam, sarf qilgan vaqtimning yarmidan hozirgi natijaga erishakanman. Kishilik munosabat ustozlik Karnegie Hillning muvaffaqiyatini to'liq so'yinib mundaq ta'riflagan. Ömrümdeki en çok muvaffaqiyatlarimning biri Hillning muvaffaqiyat dasturi degan asrini tamomlashiga yordam berganligim bo'ldi. Bu ish mening oyligimdan muhim edi. Uning muvaffaqiyat qozonish ilmiy iqtisod falsafasi sifatida kishilarning nomrodlikdan qutulib iqtisodiy jihatda berishiga yordam beradigan usul bo'lib qolmasdan, kishilarning ichki mijoz xarakterini mukammallashtirib, mo'l boy kishilik turmushdan bahralashiga yordam beradigan katta ilm. O Sokrat Platonlarning va an'anaviy tafakkur ideya tarixining falsafa sistemasidan tubdan farq qiladi. Buyuk tashkilotchi Edison Hillga yozgan xatida mundaq degan: O'zlarining shuncha vaqtni sarf qilib muvaffaqiyat dasturini tamomlaganliklariga tashakkur aytaman. Bu to'liq mukammal falsafa. Uni o'zlariga ergishib o'rgangan kishi shubhisizki g'oyat zo'r unumga erishgisi. Hurmatli o'qirman, ya'ni hurmatli anglag'uvchi. Yuqorqi kechirmishlardan xabardor bo'lgandan keyin oyati moddali qonuniyat sharhlangan Hillning muvaffaqiyat dasturi nomli bu asrining kishilik turmushingizga nimalarni etkiladiganligiga ishonib qolasiz. Bu kishilarning hissiyoti, mijoz xarakteri, kayfiyati, ruhiy holati, ideyasi va harakat qilmishidagi nochor qatmal odatlarni yanglashdan tanishadigan qimmatli asardir. Bu sizning tirishib yuqori o'rlashni, psixikalik yo'lchining iqtidoringizni yetishni, kishilik turmushdagi ko'zlagan nishoningizga yetishni o'rgatadigan ilmiy mashg'ulot qo'llanmasidir. Kishilar go'zal orzuda bo'linglar. Kishilar go'zal orzuyinglarni reallikka aylantiringlar. Kishilar go'zal orzuyinglarni reallikka aylantirishning quroli muvaffaqiyat dasturini egallanglar. Ovozliq kitob aptitoli.